Mana Rossiya texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan lazer apparati bilan switchni operatsiya qilyapmiz hozir. Aka so'rayaptilar, aka bu switchni lazerda qilsa qaytalanadimi yo'qmi deb. Mana aytdim, aka O'zbekistonnikimi, Xitoyda ishlab chiqarilgan farqi yo'q. 100 tadan bitta ikkita holatlarda qaytalanish ehtimolligi bor. Har qanday kasallikni ham biz sizni orqangizga yangi qo'yib bermayapmiz, ya'ni faqat tuzatishlar kirityapmiz. Shuning uchun ba'zan ko'p emas, 100 dan bitta ikkita holatda qaytalanishi mumkin, lekin 97-98% holatda qaytalanmaydi. Lekin 97-98 ni ko'rishmaydi hech qachon. Faqat shu bitta eng yomoni qiziq. Nima qilamiz endi? Bunaqalarga hech narsa deya olmaymiz. Lekin xavotir olmasa bo'ladi. Baribir kasallikdan qutulish kerak. Mana men sizga ukol qilamiz-da, keyin Rossiya lazeri bilan kuydiramiz. Bittasi so'rovdi. Aka, lazeringiz qayerniki deb. Ahamiyatsiz. Hammasi bir xil ultra binafsha nurlar yordamida kuydiradi. Lazer qayerniki emas, lazer kimni qo'lida ekanligi muhim. Proktologga vaqtida uchranglar.